lekin men aniq deb qo'ydim. Masalan, bu har qanday bir sotgan mashinamizga biz motor ko'ribgina 5000 kilometr usqan har qanday shunaqa bani ba deb sotamiz. Eng adis mush mashinamiz mana 2013 birinchi oyniki, ya'ni Corolla deb qo'yamiz. Bu mashinani jiq kelib qilmasam, obdan bilasizlar. Mayserpa tuvan, motor pishiq, bizim chiqadigan mashina aytsam bo'ldi degan qarindoshlarimiz o'ylash baqsanglar, tamamen buldigan mashina. Mana bu 1.6lik, 1.8lik emas. Ishini ko'ringlar. Mashinalarimiz har qanday jihatdan to'liq sifat kapolatdan birimiz, bani ba deb sotamiz. Yo'q deb sotamiz, bu yerda banasini yo'q deb ba'zi deyish deydigan ish yo'q. Mana ipak o'rnoq chiqdi, osnat tayyor tiklik, davxon, qo'lxot mesela ustidan tartib tonlik 1.6niki eng ilg'iri. Mashina zad o'lchamdagi 17-18 ta mashinasdak, ayda bijirim chiqmasa, gapingizni men qilsangiz bo'ladi. Shunga mush Corolla bulutga o'lbatgan. Onu olsa qarz qipirib qalsaqmi, oyliqqa taxminan 750 ko'dan 850 ko'gacha qarz to'lab haydagan chiqadi. Bir ko'p pul to'lamagan asosda haydablam ketarishimiz mumkin bu mashinani. Qarz deb qalsin. Bo'lmasa qo'lingizdan 5 ming ko'p pulni bersangiz, oyliqqa taxminan men degandek shu 650 ko'p atabda qarz to'lab haydaydigan chiqadi. Emsizlar lazımlı her vaqt kelib, ko'rib, sinab, haydab toza. Yarg'anda kesatib olagan yarmis mashinam man qoladi. O'xshash mashinamning motor kuribga usqani to'liq 5000 kilometr kapolatdan beraman.